Bugungi kunda yoshlarning bilim olishi, o'z iste'dod va qobiliyatini namoyon qilishi, mustahkam hayot yo'lini tanlashi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ota-ona farzandining yuksak marralarini zabt etishini, halol va samimiy inson bo'lishini istaydi. Ular bolasini hayotda to'g'ri yo'lda yurishi, ezgu ishlarni qilishi va jamiyatda foydali inson bo'lishi uchun tarbiya qiladi. Biz farzandlarimizga qanday namuna bo'layotganimizni, ularning qalbida qanday iz qoldirayotganimizni doim o'ylab yashashimiz kerak. Chunki ular faqat eshitgan gaplardan emas, ko'rgan ishlardan ham o'rganishadi. Maktab o'quvchi qizlari o'rtasida samosud holati tasvirlangan video tarqaldi. 8-sinf o'quvchisi farzandli bo'ldi. Qarshi davlat universitetida talaba qiz pichoqlandi. O'quvchi ustoziga qo'l ko'targan videosi tarqaldi. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Afsuski, bu so'zlar bugungi dunyoda yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sababi ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitmagan bir-biridan ayanchli voqea hodisalarning guvohiga aylanmoqdamiz. Bu esa ta'lim va tarbiya sutlashgan joyda yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda. Qo'y shuni dedim ha. Bu qiz o'lgurga varovkalarni qilib tayyorlab qo'y dedim. Yo'q. Ha sho'rim qursin ha. Topganini ichadi. Topganini ichadi. Bu er emas bu. Bu qaro yer bu. Ruxshona. Oya. Bu yoqqa ketadim senga. Hozir. Hozirlamay. Semichkani qovirdingmi? Qoviryapman. Bo'loqqa tez-tez. Xo'p. Bozorga kechikdim. Xo'p. Varovga qilisam qilagansan. Muhab. Muhab. Qayerga boryapsan? Ha, bozorga boraman, dadasi. Bozorga borib kelay, 3-4 so'm pul ishlay. Uyda o'tirgandan birov menga 1 so'm berarmidi? To'xta, menga araqga pul ber. Ha, shu araqni chiqargan odamning uyi kuysin ha. Qanaqa pul beraman men sizga? 1 so'm pulim yo'q. Qoching. Men qarab o'lib qolaman. Qoching bo'lmaydi. Dadasi, bozorga borishim kerak. Qo'yib yuboring dedim sizga. Qo'yib yuboring. Ha, shu Orakanku. bering bu yoqqa pulni. Bering dedim. Nega olashan? Men qanday yetib olaman bozorga yo'l kiraman axir. Nega olashan? Oy! Nega olashan? Voy! Qo'y! Mendan razı bo'ldimi mana shu 10 ming so'm puling? Dadajon, ayamni urmang, iltimos, dadajon. Voy pul bersin-da. Bering pulni bu yoqqa. Pul. O'zing semizga solib topib kelasan. Tushundingmi? Menga hozir pul kerak ishimga. Menga qara qizim. Sen o'rtaga tushirma. Tushundingmi? Voy! Jim! Kimdir taqillatyapti. Voy, kim? Kiring. Kelinglar. Voy! Assalomu alaykum. Voy, Opajon, yaxshimisiz? Opa, Ruxshona bir haftadan beri darsga bormayapti. O'shaning uchun o'quvchilar bilan hol-ahvol so'ragan kelgandik. yana 1 kun sabr qilsalaring jo'nataman. Boradi, o'qiydi qizim. Qayoqqa boradi? Bormaydi maktabga. Hoy, dadasi, o'zingizni bosing. Unaqa demang. Odamni sharminda qilib o'ldirdingiz-ku. Voy, dadasi, nimalar qilyapsiz? O'zingizni bosing. Voy, ustoz, axir bu bizning yo'qolgan jurnallarimiz-ku. Varoqlarni yirtib tashlashgan. Bizni yo'qolgan kitoblarimiz senda ekan-ku, sen olgan ekansan-ku. Men o'qiyman deb olgandim. Ayam bilmasdan meni kechiringlar. Bu yoqqa beringlar. Menimcha vahima qildilaring. Yurtsam yurtibman bitta kitobni. Shunga ham shunchami? Voy, yuringlar. Uy ishlarni qilib turib qolgan semichkalarni qovurib qo'y. Alo. Mahalla nozirimi? Haligi
kerak emasmi? Ona, men ishga ketdim. Ha, shoshma bola, shoshma. Haligi, Nima deysiz yana? Shoshyapman. ano bolang bilan gaplashib qo'ysang bo'lardi-da. Yana nima gap? Kecha maktabidan qo'ng'iroq qilishgandi. Xo'p. Bir haftadan beri maktabga bormayapti ekan. Ona, u yosh bola emas-ku. Nima qilayotganini o'zi biladi. Voy bolam, nimaga tushunmaysan? Atirgamasang bo'lmaydi. Ona, ishga shoshyapman men. Sen ishingdan bo'shamasang, ana xotining chet yursa. Yana boshladingizmi? Meni kuchim yetmayapti. Kecha yarim kechasi kelgan. Chaqiring. Shohruh. Ha, bu. Yo'qa qara. Yana nima? Ana, gaplash. Alaykum assalom. Ha, yaxshimisan? Assalomu. Nima qildi qo'lingga? Kecha fitness zaliga chiqqanman. Nimaga kech kelyapsan? Ko'chada ozroq ishlarim bor edi. Kechqurun repetitorlarim ham bor. Ona, o'zi biladi, katta bola. Voy, bir haftadan beri maktabiga bormagan. Kecha qo'ng'iroq qilishdi. Ona, bo'ldi qilsangizchi, tergayvermang, ha deb. Bo'ldi, o'z holiga qo'ying. Kechqurun nechida kirib kelding, o'shalarni ham aytgin. Nechida kirib kelding kechqurun? To'garakda ekan-ku. Shug'ullanayotgan ekan-ku, mashg'ulotlar bor ekan-ku. Qo'lidan telefon tushmaydi. Ertayu kech telefon. O'z holiga qo'ying, o'zi biladi. Bilganingni qila. Dadajon, choy olib chiqdim, ichib oling. Yashasin qizim, ona qizim. Ajoyib qizlarim bor-da, onasi, ha? Qizim, olib bergan kitoblarimni o'qidingmi? Ha, o'qiyapman, oyijon, tugatay deb qoldim. O'qib olgan, hammasini o'qib. Dadajon, ayajon, men qaror qildim. Qanaqa qaror? Nimani qaror qilding? Xullas, men Angliyaga o'qishga kirmoqchiman. Niyatingga yetgan qizim. Dadajon, ayajon, sinchi beringlar. Nima bo'ldi? Men Angliyaga o'qishga kirdim. Voy ona qizim, bola qizim. Voh, yashasin. Ko'rdingmi onasi? Grant asosida kiribman, oyijon. Voy bolam, xursandchiligimdan hozir mazam bo'lmay qoladi. Onasi buni qara. Ana, voy meni ona qizim. O'qiysan qizim. Ana, niyatingga yettirdim, niyatingga yetding iloyim. Rahmat dadajon. Bundan keyin ham niyatlaringga yetgin. Aytganingiz kelsin ilohim. Tabriklayman. O'qishga kirganingiz bilan. Rahmat senga. Ilohim sen ham kirib ket o'qishlarga. Albatta kiraman, men ham Mening a'loch qizlarim, ilohim niyatlaringga yetinglar qizlarim. Rahmat dadajon. Bir qarashda uchta turli xil hayot. Lekin u yerda o'sayotgan bolalar kim? Hozirgi kunda tarbiyani kim beryapti? Ota-onami, maktabmi yoki telefonlar, internet va ijtimoiy tarmoqlar? Har bir bola mehrga muhtoj, lekin u e'tiborsiz muhitda o'ssa, kelajakda qanday inson bo'ladi? Qanday yo'lni tanlashadi? Bejiz bu so'z aytilmagan. Oila bolaning birinchi maktabi. Har bir ota-ona o'ziga bir savol berish kerak. Farzandimni kim tarbiyalayapti? Uning muammolari, tashvishlari, orzulari bormi? Ularni eshita olyapmanmi? Shu savollarga kech bo'lishdan avval javob topishimiz kerak. Bolaning shaxsiyati shakllanishida unga ota-ona tomonidan albatta ishonch, mas'uliyat va albatta mehnat muhim rol o'ynaydi. Ota-ona oilada uning fikrini eshitishi, uning qiziqishlari va xohishlarini inobatga olishi juda ham muhim rol o'ynaydi. Bunda esa ota-ona farzandini kun tartibini qanday o'tganligi, nimalar bilan shug'ullanganligini doimiy nazorat qilib borishi zarur bo'ladi. U o'ziga e'tibor izlayapti. Uning yuragi g'ash.
lekin ota-onasi bundan bexabar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida oila jamiyatning asosiy bo'g'ini ekanligi hamda u jamiyat va davlat muhofazasida ekanligi, nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga va nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanganligi hamda o'sha davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlarni yaratishi belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda uni himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish aynan davlatning majburiyatidir deb ham belgilab qo'yilgan. Bu borada ota-onalar ham o'z farzandiga barcha sharoitlarni yaratib berishga harakat qilishadi. Demak, uning yetuk shaxs bo'lib shakllanishida katta va o'sha kerakli bo'lgan mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va bunga bor kuchlarini sarflashadi. Bolalardan esa bu yo'lda, bu jarayonlarda faqat o'qish va bilim olish talab etiladi, xolos. Demak, shu sabab ham aynan oiladagi ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni qonunlardan ko'ra aynan ta'lim va tarbiya tartibga solishi yuksak ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Farzandimiz maktabga boradi, ammo u yerda u nima olyapti? Ilm, tarbiya, hayot saboqlarimi? Yoki faqat baholar, imtihonlar va yuklamalar tufayli charchoqni his qiladimi? Maktabga nima uchun boradi? Ilm olish uchunmi yoki shunchaki baholar yoxud davomat uchunmi? Ko'plab o'quvchilar maktabni yuklama deb bilishadi, chunki ularning ko'pchiligi aniq maqsadga ega emas. Moliyaviy ta'minlanganlik tarbiyani kafolatlamaydi. Aksincha, nazorat yo'q joyda yo'qotishlar ko'p bo'ladi. Bugun biz bolalarga o'qiyotgan fanlari bo'yicha ularni baholash emas, balki ularni bugun biz ma'naviyatini ham baholashimiz kerak. Ularni qarashlarini, ruhiyatini ham baholashimiz kerak. Chunki ularni ruhiyati, ma'naviyati ularni to'g'ri ilmlarni egallashga, ularni katta-katta ixtirolar qilishiga, ularni ilm cho'qqisini zabt etishiga katta turtki bo'ladi. Nafaqat o'quvchi yoshlarga, hatto bugun ta'lim berayotgan o'qituvchi murabbiylarga ham psixologlar kerak deb o'ylayman. Qani edi hamma maktablarimizda psixologlarga ma'lum bir soat dars berilsa qani edi. Agar o'sha darslarni ular o'tsa, agar o'sha psixologlar o'qituvchilar bilan yig'ilishlar o'tkazsa, pedagog kengashlarda psixologlar har bir o'qituvchini qilayotgan ishlarini, har bir o'qituvchini o'tkazgan darslarini baholab berganda edi, bu nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lar edi. Bunday bolalar insonlarning ruhiyati bilan o'ynashadi. Ular uchun insonning his-tuyg'ulari, ruhiy kechinmalari ularning faqat vaqtlarini o'tkazish hisoblanadi. Aslida bundan qizlar aziyat chekadi va qizlar o'rtasida har xil kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Aslida mas'ullik kimda? Kimniki? Albatta ota-onaniki. Oilada ijobiy muhitni, tartib intizomni va o'sha nazoratni shakllantirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Aybni kim oladi? Ota-ona, maktab, jamiyat yoki bu tarbiyaning oqibatimi?
Mamlakatimizda yoshlar uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Misol uchun, kasb-hunarga ega bo'lish, tadbirkorlik bilan shug'ullanish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish hamda huquqiy yordam olish uchun barcha sharoitlar bor. Ming afsuski, ayrim yoshlar ushbu imkoniyatlardan foydalanish o'rniga o'zlarining erkin hayotlarini boshqa bir noma'qul ishlarga sarflayotganligi kuzatilmoqda. Misol uchun, barcha sharoitlar yaratib bergan bir jamiyatda yoshlarning noto'g'ri yo'lga yurishlari yoki bo'lmasa o'zlarining maqsadlarini noaniq qo'yishlari natijasida qaysi bir huquqbuzarlikni keltirib chiqarishi mumkin. Aksariyat yoshlar o'zlarining xatti-harakatlarini go'yoki erkinlik deb baholashadi. To'g'ri, har bitta yoshda erkinlik bor, erkin hayot kechirish bor, to'g'ri maqsad qo'yish, maqsad sari intilish, barcha imkoniyat bor. Lekin o'zboshimchalikni ham, boshqa shaxslarning huquqlarini hurmat qilmaslik yoki bo'lmasa jamiyatda o'rnatilgan xulq-atvor qoidasiga mensimaslik bilan munosabatda bo'lish bu erkinlik emas, balki buning oqibati bar javobgarlikni keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan yoshlarga aytadigan narsam shundaki, jamiyatda o'rnatilgan barcha imkoniyatdan samarali foydalanish kerak. Har bitta yosh o'ziga oldiga maqsad qo'ydimi, maqsad sari intilish uchun har bitta yo'nalishni tanlab olish kerak. Maqsadga qo'yilgan har bitta qadamda har kim xato qilishi mumkin. Xatodan cho'chish kerak emas, faqat oldinga qo'ygan maqsad uchun qilgan xatoni takrorlamaslik. Bugungi kunda yoshlar jamiyatda o'zini qanday tutyapti? Ular kelajagini o'ylayaptimi? Yoki ijtimoiy tarmoqlarda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan narsalar bilan shug'ullanyaptimi? Bola uchun eng katta jarohat ota-ona tomonidan rad etilish. Agar bola ota-onasining ishonchi, e'tibori, mehrini his qilmasa, u salbiy muhitga moyil bo'ladi. Bola o'zini keraksiz his qiladi va boshqa joydan e'tibor izlaydi. Unutmaslik kerakki, ota-onaning e'tibori va muhabbati yetishmagan bola uni ijtimoiy tarmoqlardan, tarbiyasi og'ir insonlardan yoki noto'g'ri yo'ldan izlay boshlaydi. Bu esa uning butun hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Yoshlar jamiyatning asosiy quvvati. Biroq bugungi kunda ularning ba'zilari ichkilik, psixotrop vositalar, agressiv muhit ta'siriga tushib qolmoqda. Bunda yoshlar bir kunda paydo bo'lmagan. Ular tarbiyasiz muhitda o'sgan. Yoshlar, ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu ibora ayrim yoshlarning o'z taqdiriga beparvo munosabatda bo'layotganidan achinasan kishi. Agressiv muhitdagi holatlar bu bir kunda yuzaga keladigan jarayon emas. Shu holatda o'ylab ko'raylik. Beparvolik bag'rida o'sgan, ezgu qadriyatlardan yiroqlashgan yoshlardan qay biri kelajakda yurtni sevuvchi, oilasiga va jamiyatga foyda keltiradigan inson bo'lib yetishadi? Kim ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi? Endi e'tibor qarataylik. Tungi vaqtlarda nazoratsiz va xilvat joylarda to'planayotgan, ishratxonalar va tungi klublarda o'zini yo'qotgan yoshlarning bu harakatini qanday baholash mumkin? Ularning bugungi noto'g'ri tanlovi ertangi kun uchun qanday oqibatlar keltiradi? Reyd tadbirlar davomida nizoli vaziyatlarga ham duch kelinyapti. Nizoli vaziyatlarda ko'plab yoshlar spirtli ichimlik ichganligi ta'sirida hamda psixotrop moddalarni iste'mol qilganliklari aniqlanmoqda. Bunday vaziyatlarda nizo kelib chiqishi juda ham ko'plab kuzatilmoqda. Buning oqibatida jabrlanganlar ham juda ko'p. Tungi reyd davomida yoshlarni profilaktik suhbat o'tkazish maqsadida profilaktik xonasiga olib kelinganda ba'zi yoshlarimizdan psixotrop moddalar, o'tkir tig'li vositalar aniqlanmoqda. Soat 10 dan keyin chiqib ko'chalarda yoshlarda yurishi, har xil taqiqlangan moddalarni qabul qilishi, ayniqsa yoshlarning orasida mana shu psixotrop, psixoaktiv moddalarga beriluvchanlik holatlari ham kuzatilyapti. Va buni salbiy oqibatlari sifatida yuqumli kasalliklardan, ya'ni bugungi kunga kelib maxsus profilaktikasi yo'q, davosi yo'q kasallik OIDSni yuqtirib olish holatlari kuzatilmoqda va bu albatta ayanchli. Voyaga yetgan farzandlarimiz o'zi ongli ravishda o'zini tanlovini qilish kerak. Men bu yo'ldan yurib, oxiri bir maqsadga erishib, jamiyatda bir chiroyli inson bo'lib, jamiyatga bir foyda keltiradigan, oilam bilan gullab yashnaydigan hamma sharoit bor-da, hamma narsa bor. Xohlasangiz chet ellardan uy olasiz, xohlasangiz shu yerlardan uy olasiz, mashinalar olasiz, hamma sharoit yaratib berilgan. Shunaqa chiroyli bir hayotni qurishim kerakmi? Yoki 1 minutlik, 5 minutlik shu ishratdi deb, oxiri bir nima deydi, borish yo'li oxiri bir noma'lum, bir qanaqadir qismatni tanlashim kerakmi degan savolni o'ziga berish kerak yoshlar. Yoshlar nega psixotrop moddalar, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga qo'l uradi?
Ular avval boshida o'zini erkin, muammolarsiz, baxtli his qilishni istaydilar. Ammo bu his bir lahzagina. Ortidan ruhiy bo'shliq, ruhiy va jismoniy og'riq keladi. Amfetamin qabul qilgan yosh avvalo o'zini qudratli deb his qiladi. Bir necha kun o'tmay esa asablari shikastlanib, kuchli depressiyaga tushadi. Keyin ruhiy yemirilishga yuz tutadi. Bu kabi boshqa psixotrop moddalar ham insonni diqqat va xotirasini yo'qotadi. Xayolida uydirma dunyo yaratadi va o'zini haqiqiy hayotdan uzoqlashtiradi. Spirtli ichimliklar va tamaki esa yoshlarning salomatligiga salbiy ta'sir qilib, yurak, o'pka, miya tizimini asta-sekin ishdan chiqaradi. Bunday yo'ldan qaytish oson emas. Badan va ong bu moddalarga qaram bo'lib qoladi. Qo'lga kiritilgan sog'lik va baxt yo'qoladi. Qayta tiklanish uchun esa yillar kerak bo'ladi, hatto ba'zan umr yetarli ham bo'lmaydi. Bir misol, yosh yigit avval kichik miqdorda psixotrop qabul qiladi. Hissiyotlardan lol qoladi, keyin yana talab qiladi. Bir yil o'tmay u o'zi ham anglamay ruhiy kasalxonaga tushadi. Ota-onasi, orzulari, kelajagi barchasi barbod bo'ladi. Xulosa esa, yoshlik bu baxt va orzular davri. Lekin noto'g'ri qadam ularni abadiy o'g'irlab ketishi mumkin. Shuning uchun har bir yosh o'z kelajagi uchun mas'uliyatni his qilishi, oila va jamiyat esa uni yo'lda yolg'iz qoldirmasligi shart. Voyaga yetmaganlar bilan o'tkazilgan suhbat davomida ular asosan oson yo'l bilan pul topish, yengil-yelpi hayotga o'rganish yoki psixotrop moddalar qabul qilish va spirtli ichimliklarga ruju qo'yish kuzatilmoqda. Ushbu turdagi huquqbuzarliklarni sodir etuvchi qizlarni, yoshlarni oilaviy sharoiti o'rganilganda, ularning ba'zilari to'liqsiz oilada katta bo'layotganligi, ba'zilarida esa ota-onalari ishlash maqsadida chet davlatlarga chiqib ketganligi holatlari va ularning nazoratsiz yurganligi sababli ushbu huquqbuzarlik va jinoyatlarga qo'l urishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu turdagi huquqbuzarliklarni aynan o'sha yoshlarimiz tomonidan qayta takror sodir etilishini oldini olish maqsadida ularni bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlaganimizda yoshlarimiz ushbu ishlardan olayotgan daromadga, oylik maoshga qanoat qilmasdan osongina topiladigan mo'may daromadga uchib, yana takror ushbu turdagi huquqbuzarliklarni sodir etish holatlari kuzatilmoqda. Sizni kuzatib turib, ko'zlaringizda og'riq, afsusni ko'ryapman-da. Nimadandir qiynalyapsiz, nimadandir aziyat chekyapsiz. To'g'rimi? Ha, xato qildim. Men xato qildim. Lekin endi bu xatoni kechirib bo'lmaydi-da. Cho'sini va shit tuzatib bo'lmaydi bu xatoni. Bilmayman, har kun o'tmishimni o'ylayman-da. O'zimdan nafratlanaman. Uje ota-onamni yuziga qarashga qo'rqaman. Men endi kimga kerakman? Har bir inson kerakli. Siz ham, lekin avvalo o'zingizni kechirishni o'rganishingiz kerak. Ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi, sizni sevadi, sizga mehr berishga harakat qilyapti. Siz ularni to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Ular yoniga qaytib borishga botin olmayman-da. Endi men endi kimman? Siz insonsiz. Hayot xato qilmaydigan odamni yaratmagan. Hamma ham xato qilishi mumkin. Faqatgina ana shu xatolardan saboq olishni o'rganishimiz kerak. Siz hayotingizni qayta boshlashni avvalo o'zingiz xohlashingiz kerak. Siz bunga tayyormisiz? Har kun shu narsa haqida o'ylayman. Yuragim og'riydi. O'zimni lekin kechira olmayman. O'zimni jazolashni ham xohlayman. Bilmasam, lekin men o'zimga ishonmayman. Odamlar endi nima deydi? Ularning nazarida xuddi men haligi xullas shunaqada. Nimaga? Nima uchun? Nima uchun siz odamlar uchun yashaysiz? Odamlar gapiraveradi, hukm chiqaraveradi, lekin siz o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingiz uchun eng ma'qul yo'lni tanlang. Men ham bu haqida ko'p o'ylayman, lekin qo'rqaman-da. Bu haqida lekin o'zimni
o'sha yo'qotib qo'yganmanda, to'g'ri yo'l yo'q-da men uchun. O'sha men bu hayotga o'rganib bo'lganmanda, ko'cha hayotiga. Misol uchun, endi boshqa qizlarga men kiyina olmayman, o'zgartira olmayman. Xohisham yo'qda bu narsaga menda. Masalan, dangalchi bo'lib qolganman-da. Bolalar bilan tengma-teng gap talashaman misol uchun. O'zimni haqqimni ajrata olaman. Endi bola qiz bo'la olmasam kerak, uddala olmasam kerak endi. Shu gapingizga o'zingiz ham ishonyapsizmi? Siz hozir mana shu hayotingizda baxtlimisiz? Baxt? Qanaqa baxt? Nima u baxt? Qanaqa bo'ladi? Fashin baxt degan narsani his qilib ko'rmaganman. Yana xato o'ylayapsiz. Baxt o'zi aslida siz bilan birga. Siz buni tushunmayapsiz. Baxtli bo'lish uchun avvalo o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak. Sizga to'g'risini aytaymi? O'zim ham bu hayotdan charchadim. Qani endi orqaga qaytsa, shu o'tmishimni unuta olsam. Men bitta yigitga aldanib qoldim-da. O'shandan keyin hamma narsa barbod bo'ldi. Yuzim qoralandi. Ota-onamning ishonchi yo'qoldi. Hammasi o'shandan. Sizga insonlardan ko'ra o'zingiz haqingizdagi fikringiz muhimroq. Har bir inson xatoga yo'l qo'yadi. Lekin xatoni tushunish, uni to'g'irlash uchun ilk qadamni tashlash kerak. Siz o'tmishingizdan kecha olmaysiz, lekin uni yaxshilikka aylantirishingiz mumkin. Qanday qilib? Yo'l ko'rsating. Birinchi qadam o'zingizni kechiring. Ikkinchi qadam haqiqiy insonlarga yaqin bo'lishga harakat qiling. Yomon odatlarni, atrofingizdagi bu kabi insonlarni tark etishingiz kerak. Uchinchi qadam har kuningizni yaxshilik bilan boshlashga odatlaning. Har bir inson o'z hayotini o'zgartirishga qodir. Siz ham bunga ishoning. O'z joniga qasd qilish yoshlar orasida eng xavfli signal. Bola hayotdan charchaganini, uni hech kim tinglamasligini his qilsa, u bunga mos javob izlaydi. Ammo eng og'ir va qaytarib bo'lmaydigan yo'lni tanlashdan oldin biz uni eshitishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharif Qur'onda insonlarni hayotlarida turli-tuman sinovlardan iborat ekanligi va mana shu sinovlar uchun bardoshli, sabrli bo'lmoqligini Alloh taolo Qur'onda o'zi marhamat qildi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunda xalqimiz orasida mana shunday Allohning buyuk ne'mati, ilohiy ne'matlarga shukr qilish o'rniga ba'zida uchrab turgan holatlar insonlar tomonidan o'zlarining joniga qasd qilayotgan holatlari, shirin shunday ulug' bir ne'matni shukr qilish o'rniga o'zlarining joniga qasd qilib bu dunyodan ketayotgan holatlari o'ta achinarli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida bir inson ikkinchi bir insonni joniga qasd qiladigan bo'lsa, ya'ni bir inson ikkinchi bir insonni o'ldiradigan bo'lsa, butun insoniyatni joniga qasd qilganning gunohi uning bo'yniga yoziladi. Yoki bir insonning hayotini saqlab qolsa, albatta o'shani o'ldirish yoki unga bir zulm qilish imkoniyati bor edi, lekin o'sha narsani Xudodan qo'rqqanligi uchun unga zulm qilmadi yoki joniga qasd qilmadi, butun insoniyatni o'limdan saqlab qolganlikning savobiga erishadi. Alloh subhanahu va taolo biz insonlarni bu hayotda bir-birlarimizga nisbatan mehrli, oqibatli bo'lib yashashligimiz, Alloh taoloning har bir ne'matiga shukr qilishligimiz, boshimizga keladigan turli-tuman sinovlarni Parvardigor Allohdan deb qabul qilib, unga chiroyli rozi bo'lsak, chunki Alloh taolo Qur'oni azim shanda o'zi marhamat qiladiki, bir qiyinchilikning orqasidan ikkita yengillik bor. Bir qiyinchilikning orqasidan ikkita xursandchilik bor deb Alloh taolo Qur'onda kalomi sharifda o'zi marhamat qilganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har qanday qiyinchilik o'tib ketadi. Quvonchli kunlar ham yetib keladi. Har bir zulmatning ortidan nur keladi. Sabr qilgan insonga esa Alloh albatta yordam beradi.
Shunday ekan, yengilmaslik kerak. Eng og'ir onlarda ham, bir zulmat ichra qolganingda ham bir narsani unutma. Hech bir og'riq abadiy emas, lekin uni sabr bilan yenggan inson abadiy mukofotga erishadi. Sport bu insonni ezgulikka, yaxshilikka, yuksak natijalarga erishishiga, sog'lom hayot kechirishi uchun bitta yo'l hisoblanadi. Sport inson uchun nafaqat jismoniy mashg'ulot, balki ruhiy tarbiya manbai hisoblanadi. U insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi, irodasini mustahkamlaydi va uni hayot sinovlariga tayyorlaydi. Lekin ba'zi bir yoshlar sport orqali qo'lga kiritgan kuchi va mahoratlarini noto'g'ri yo'lda namoyon qilib qo'yishadi. Buning aksida bu juda katta xato hisoblanadi. Bu kabi muammoga sport murabbiylari ham alohida e'tibor qaratishlari lozim. Ular nafaqat jismoniy harakatlarni o'rganish, balki sportning ma'naviy asoslarini ham yoshlarga singdirishga mas'ul inson hisoblanishadi. Faqat kuch-quvvat emas, balki sabr-qanoat, to'g'ri fikrlash, o'zgalarni hurmat qilish, adolatli bo'lish kabi insoniy fazilatlarni maqsadi. Haqiqiy murabbiy nafaqat jismoniy mahorat bilan, balki o'zining hayotidan tarbiyachi odob va hayotiy tajribasi bilan ham o'rnak bo'lishi kerak. Sportchi har doim o'z his-tuyg'ularining nazorat qila olishi, bilishi lozim deb o'ylayman. Kuchni to'g'ri ishlatishi, uni ko'chada yoki tortishuvlar davomida namoyon qilish bu zaiflik belgisi hisoblanadi. Birgina xato orzulardan, yaqinlardan, erkin hayotidan mahrum qilishi mumkin. Haqiqiy sportchi o'z kuchini haqiqat va ezgulik yo'lida ishlatadi. Zulm va nohaqlikdan hazar qiladi. Biroq o'zini tiyib his-tuyg'ularini adora eta olgan sportchilar yuksak natijalarga erishadi. Ular nafaqat sportda, balki hayotda ham muvaffaqiyat qozonib, jamiyat uchun foydali shaxsga aylanadi. Tarbiyali va ongli, qo'lidagi kuchini adolat, ezgulik sari yo'naltiradigan haqiqiy zafarga erishadi. Shu bois har bir sport to'garagida, har bir mashg'ulotda tarbiyaviy jihatga e'tibor berish lozim deb o'ylayman. Hozirgi kunda yoshlar o'z istak va maqsadlarini aniq bilmasliklari, kelajak haqida jiddiy o'ylamasliklari ko'p uchraydi. 9-10-11 sinf o'quvchilarining aksariyatidan kim bo'lishni xohlaysan deb so'rasak, ular hali o'ylab ko'rmadim yoki oliy o'quv yurtiga kirib olay, keyin o'ylab ko'raman degan javoblarni berishadi. Bu esa ota-onalarning farzandlarining kelajagiga befarq qarashidan dalolat emasmi? Agar ota-onalardan farzandlari haqida so'rasak, ular katta lavozimlarda ishlasin, tadbirkor bo'lsin deb aytadilar. Lekin bu niyatlar faqat orzu bo'lib qolmasligi uchun bolalarga maqsadli yo'lni o'rgatish, to'g'ri yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash zarur. Chunki buyuk insonlar va muvaffaqiyatli tadbirkorlar o'z maqsadlariga faqat mehnat, intilish, o'z ustilarida ishlash orqali erishgan. Shuning uchun ham farzandlarimizdan so'raylik, kelajakda kim bo'lishni istaysan? Oliy maqsading nima? Unga qanday erishmoqchisan? Ularning fikrlarini eshitaylik, ularni tushunaylik va to'g'ri yo'l ko'rsataylik. Chunki har bir bola e'tiborga, sevgi va tushunishga muhtoj. Ularga ertadan maqsadli fikrlashni o'rgatsak, kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari oson bo'ladi. Befarq bo'lmaylik. Buning uchun eng avvalo ularni tinglashni o'rganaylik. Ha, tarbiya ko'rinmas soya, ammo ta'sirchan kuch nazoratini ham talab qiluvchi jarayon. Ko'pincha farzandlarga cheksiz ishonch bildiramiz va ularni
erkin tarbiyalashga harakat qilamiz. Biroq shunchaki nazoratsiz qoldirilgan ishonch ba'zan o'ylagandek natija bermaydi. Oilaviy muhitdagi ishonch va nazorat muvozanati buzilsa, farzand yashirin ishlarga moyil bo'lishi, atrofdagilarning ishonchini suiiste'mol qilishi mumkin. Ota-onaning bir qarashda mayda tuyulgan e'tiborsizligi kelajakda katta xatolarga sabab bo'lishi hech gap emas. Shuning uchun ham tarbiya bu shunchaki so'z emas, balki har bir harakatimiz, munosabatimiz va nazoratimiz bilan shakllanadigan hayotiy jarayondir. Mana bu holatga e'tibor bering. Farzandingiz har kunini qanday o'tkazadi? O'qishga boradi, darsdan kelib yana dars qiladi, hayot haqida o'ylaydi, kelajak haqida o'ylaydi. Haligi chet tillarni yaxshi o'rgansin deb qiynalsak ham kurslarga yuboramiz. Bolamizdan umidimiz katta. Dadasi. Farzandimizga bolalikdan halollikni o'rgatdik. To'g'ri yurishni, yomonlardan yiroq, yaxshilarga yaqin bo'lishni o'rgatdik. Uning kelajakda kim bo'lishini xohlaysiz? Albatta, ziyoli, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lsin, nomusli odam bo'lsin. Bizlarga albatta sharaf keltirsin deyman. Onasi to'g'rimi? To'g'ri. Farzandingiz hozir qayerda? Albatta o'qishda. Axir u o'qisin deymiz. U bizda faxrimiz bo'lish kerak. Biz qiynalgan bo'lsak ham onasi, axir farzandimiz qiynalmasin deymiz-da. Uzr, sizni biroz ranjitishga majburman. Biroz oldin o'g'lingiz bir bola bilan janjallashib, uning telefonini tortib olgan. Keyin esa bolaning yuziga musht tushirib, yerga yiqitgan. Hozir u bola jonlantirish bo'limida. Uning hayoti xavf ostida. Ichki ishlar xodimlari o'g'lingizni ushlashgan. Uning cho'ntagida sigareta va tortib olingan telefon chiqqan. Yo'q, bolam. Axir senga yuzimizni yerga qaratma degandi-ku, bolam. Nega bolam? Har bir ota-ona farzandining yaxshi inson bo'lishini, u bilan faxrlanishni orzu qiladi. Ular bolasi uchun o'zini ayamaydi. Uning to'g'ri yo'ldan borishini istaydi. Lekin ba'zan hayot kutilmagan sinovlarni oldinga qo'yadi. Ba'zan esa birgina xato butun hayotni vayron qiladi. Yoshlar bilan o'tkazgan suhbat davomida ularning maqsadlari so'ralgan paytda har bitta yoshning oliy maqsadi bu ota-onasini rozi qilish. Shunday ekan har bitta yosh o'z ota-onasini ertangi taqdirini, ularning obro'sini o'ylar ekan, o'zi uchun ham ozroq mehnat qilish kerak. Biz yoshlardan so'rab qolamizki, maqsadni to'g'ri olish kerak, ertangi kelajagini o'ylash kerak, har bitta imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak. Chunki barcha imkoniyatlar bor. Bundan faqat samarali foydalanish har bitta yoshning ertangi kelajagini belgilab beradi. Farzand bu kelajak. Uni qanday tarbiyalasak, kelajagimiz ham shunday bo'ladi. Ular qanday bo'lishi faqatgina maktab, internet yoki ko'chaga bog'liq emas. Shunday ekan, har bir ota-ona bugungi kundan boshlab farzandi uchun qaysi yo'lni tanlashni o'ylab ko'rsin. E'tiborsizlik ham, haddan tashqari erkinlik ham bolaning kelajagini yo'qotishi mumkin. Ammo mehr, e'tibor va tarbiya uning buyuk inson bo'lishiga zamin yaratadi. Ular to'g'ri fikrlashi kerak, o'zini va boshqalarni hurmat qilishni bilish kerak, jamiyatda o'rnatilgan xulq-atvor qoidalariga hurmat bildirish kerak. Aks holda hayot ularni qiyin tanlov oldida qoldiradi. Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Siz hamma narsada davlat rahbarlari va hukumatni ayblaysiz. Hukumat sizga uni bermadi, hukumat sizga buni bermadi. Sizga o'zi nima kerak? Kechirasiz-u, sizda chet tilini o'rganish imkoniyati yoki Wikipediyani o'qish imkoni yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarga emas, balki virtual san'at galereyasiga kirishga imkoningiz yo'qmi? Axir telefoningizda
ahmoqona o'yinlarni o'ynash o'rniga ishga ketayotganingizda kitob o'qish imkoniyati nahotki bo'lmasa, mashinada ketayotganingizda pop musiqa emas, balki jaz, blyuz eshitishingiz mumkin. Sizda bu imkoniyatlar yo'qmi? Yoki hukumat sizga azizim, iltimos, ushbu yaxshi kitobni o'qigin, tabiat haqidagi ushbu filmni ko'rgin, ko'krak qafasi uchun mashqlarni bajargin deb aytishi kerak deb o'ylaysizmi? Hukumat siz va farzandlaringiz telefonlariga ahmoqona emas, aqlni charxlovchi, ilm beruvchi ilovalarni o'rnatib berishi kerakmi? Yoki mamlakatingiz hukumati YouTube'da siz uchun dizayn, dasturlash va to'qish bo'yicha video darsliklarni topib berishi kerakmi? Siz nima bilan shug'ullanishni istashingizni bilmayman. O'zi hayotda biror narsa qilishni xohlaysizmi? Ayting. Siz televizorda faqat bachkana yoki bo'lmag'ur narsalar ko'rsatishadi deysiz. Siz uni o'chirib qo'ying. Yoki hukumat kelib o'rningizga bu ishni qilishi kerakmi? Ehtimol hukumat sizga internetdan qanday foydalanishni aytib berishi kerakdir. Yoki yosh bolalar oldida so'kinmasligingizni, ko'chada har qadamda tuflamasligingizni, axlatni maxsus qutiga tashlashni o'rgatishi kerakdir. Bilmadim. Kim sizga bularni barchasini o'rgatishi va ko'rsatishi kerak ekan? Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Ha, hamma joyda mastlar, giyohvandlar, o'g'rilar bor. Ammo hech bir mamlakatning prezidenti odamlarni o'zini cho'chqalar kabi tutishga undayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Sizda har qanday mamlakatda rivojlanish imkoniyati mavjud. Buning uchun pul ham kerak emas. O'zingizni aldashga ham hojat yo'q. Buning uchun siz harakat qilishingiz kerak. Tushunaman. Siz boshqalar buni siz uchun qilishini xohlaysiz. Tekindan bo'lib qolishini istaysiz. Siz izlamoqchi emassiz. Xato qilmoqchi emassiz. Harakat qilishni xohlamaysiz. Ammo bunday bo'lmaydi. Sizga boshqalar osongina muvaffaqiyat qozongandek ko'rinadi. Bularning hammasi bema'nilik. Siz shunchaki oddiy oson yo'lni izlayapsiz. Siz katta kompaniyada ishlashni, qimmatbaho mashina haydashni, sayohat qilishni xohlaysiz. Shu bilan birga sizga bularning barchasini kimdir qilib berishga majburdek tuyuladi. Yo'q. Qaysi mamlakatda yashashingiz muhim emas. Ishoning, mamlakatingizda ideal yo'llar yoki abjag'i chiqqan xandaklar bo'lishi mumkin. Ha, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Chunki bu hech narsaga ta'sir qilmaydi. Hukumat sizning ayvoningizni bo'yashi, gulzorlarni o'stirishi, ishingizga ketayotganingizda oldingizga gul barglarini sepishi mumkin. Ammo bu sizda hech narsani o'zgartirmaydi. Agar siz biron bir joyga intilmasangiz, hech narsa qilishni xohlamasangiz, hech kim sizni ishontirib o'tirmaydi, hech kim sizga yolvormaydi. Ha, hammaga baribir. Va bu normal holat. Bir narsani tushuning. Hayotingizda yaxshi narsa yo'lidagi birinchi qadam bu sizga pul, ish, mashina, yaxta, go'zallik, iste'dod bermaganligi uchun dunyoni ayblashdan to'xtash va har kuningizni yaxshiroq qilish. Hayotingizda o'zingiz istagan narsalar bo'lishi uchun barcha imkoniyatlaringiz bor ekanligini anglashdir. Sizda bu imkoniyat haqiqatdan ham mavjud. Sizning kompyuteringizga minglab kitob, darsliklar, yuzlab musiqiy durdonalar, yuzlab yorqin filmlar sig'ishi mumkin. Sizda har qanday ishni o'rganish uchun mutlaqo bepul kecha-yu kunduz o'qish imkoniyati mavjud. Siz har qanday shahar va mamlakatda do'st topishingiz mumkin. Siz har kuni o'zingiz uchun yangi ufqlarni ochishingiz mumkin. Ha, ilgari odamlar buni hatto orzu ham qila olmas edilar. Esingizda bo'lsin. Hech kim sizni bularning barchasini bajarishga majburlamaydi. Chunki siz voyaga yetgansiz. Bu sizning hayotingiz va hech kim bu haqda qayg'urmaydi. Hech kim sizni yugurishga borishga majbur qilmaydi. Hech kim sizni kitob ochishga majburlamaydi. Hech kim sizni o'z vaqtida va mas'uliyatli bo'lishga majbur qila olmaydi. Hech kim, na prezident, na hukumat, na Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakillari, na boshqa biror kimsa. Shuning
o'zingizni rivojlantirishsiz qaysi mamlakatda yashashingizdan qat'iy nazar hech narsa bo'lmaydi. Yevropada ham, Amerikada ham, Osiyoda ham, hatto Marsda ham hamma narsa bir xil. Muvaffaqiyatning kaliti o'zingiz ustingizda ishlash. Va bu qiyin. Ha, bu har kuni o'zingiz ustingizda mehnat qilish demakdir. Bolalik bu ota-onangiz sizni rivojlantirishga va maktabga borishga majbur qiladigan davrdir. Mustaqil inson bo'lib yashash esa har kuni, har soatda, har daqiqada o'zingizni majburlashingiz kerak bo'lgan hayotdir. Necha yoshda ekanligingiz muhim emas. 20 yoki 60 yoshda ekanligingizdan qat'iy nazar yangi narsalarni o'rganing, xatolarga yo'l qo'yishni o'rganing, dunyo qarashingizni kengaytiring. Qo'rquv, muvaffaqiyatsizlik, g'azab, charchoq, asabiylashish, tushkunlik, mag'lubiyat, yo'qotish, xiyonat, uyatchanlik, bilim yetishmasligi, to'siqlar, hasadgo'y odamlar, g'iybat, nafrat, beparvolik, noaniqliklar orqali o'rganing. Qayta o'zingiz ustingizda ishlaysiz va hayotingizni o'zingiz qurasiz. Boshqachasiga bo'lmaydi. Oltin kalit ham yo'q, sehrli ichimlik ham yo'q, sehrli chiroq ham yo'q. Yo'q. Qarang, sizda tanlash imkoniyati bor. Butun dunyoni ayblashda davom etib, hayotingizda hamma narsani o'tkazib yuboring yoki o'z dunyo qarashingizni o'zgartirishingiz, boshqacha fikrlay boshlashingiz, eski xatolaringizni tan olishingiz, saboq olishingiz, yangi narsalar uchun ochilishingiz, o'rganishingiz, o'qishingiz, izlanishingiz, sinab ko'rishingiz, to'xtamasligingiz va hayotda ko'proq narsani qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu tanlov hammaning oldida turibdi. Siz qaysi mamlakatda yashashingizdan qat'iy nazar